Shu nishon больницаларga yotganman. Undan Qarshiga ham yotganman. Shu oyoq uchun yaxshi bo'lmadim. Keyin bu yoqqa Toshkentga kelganman. Endi Toshkentdan doktorlaridan bir shifo ko'ray deb Toshkentga kelganman. Artur vrachim shu yordam berishlaringizni, hamma doktorlardan yordam berishlaringizni so'rayman iltimos bilan. Oldin qancha qiynaldingiz shu og'riqlar bilan? Men 2-3 yil qiynalgan oyog'iga. 2-3 yil qiynalganman. Shunday og'riq kuchaygan. Shunga keyin bu yoqqa Toshkentga kelganga majbur bo'lib qoldim. Rahmat, doktorlar baraka topsin. Shu bemorlarga yordam beradi, kasalligiga bemorga yordam beradi. İşlariga omad tilaymiz, sog'lik, salomatlik tilaymiz doktorlarga. Doktorlar ham bizlarga yordam bersin. Shunday kasalligidan forig' bo'laylik, sog'lik kerak bizlarga. Yaxshi o'qituvchilarimiz ham tuzalsin, shifo bersin, Xudodan so'rayman. Juda ham qiynalgandilar ham. Bu kasallik bilan 10 yildan beri, juda ham ko'p yillardan beri qiynalib yuradilar. İmtiyoz ravishga davlat tomonidan hozir operatsiya bo'lyaptilar. Inshaalloh tuzalib ketsinlar shu bilan dardlari. Hozirgi paytda Respublika Travmatologiya va ortopediya ilmiy amaliy tibbiyot markazida navbatdagi jarrohlik amaliyoti, lekin mazkur amaliyot juda ham bir o'zgacha va yuqori texnologik desam mubolag'a bo'lmaydi. Hozirgi paytda mazkur amaliyotni markaz shifokori Artur Mahmudov olib boradi. Mazkur amaliyot 2 soat, 2,5 soat davom etadi. Artur aka, mana hozir inson qadri loyihasi doirasida biz mazkur amaliyotni murakkabligini aytib o'tdik. Siz ham shifokor sifatida, mutaxassis sifatida aytib o'tsangiz, qanday murakkablik amaliyotlar hozir sizni kutmoqda? Rahmat. Bemorimizda ko'rib turganingizda rentgen smenkasiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda ikkala tizza bo'g'imi deformatsiyalovchi gonartroz, bemorimizda rentgendan qaraydigan bo'lsak, bu yerda 4-darajasi tizza bo'g'imi emirilishi. Xalq tilida aytganimizda, chunki bu bemorimizda uzoq yillardan beri aziyat chekib kelayotganligi yaqqol ko'rinib turibdi. Tizza bo'g'imi ko'plab inyeksiyalar olgan, har xil ko'cha sotiladigan dori-darmonlar ichib ko'rgan, 3-4 yildan beri qiyinchilik ahvolida muammoni oqibatida bemorimiz bugun bizlarga operatsiyaga murojaat qilib keldi. Bemorimizda ko'rganimizda oldingi operatsiyalardan buni ustunlik tomoni shundaki, yana bu chet davlatlarda ko'p ko'rganmiz, Hindiston, Turkiya, Angliya, Londonlarga borganimizda ko'rganimizda ularda ikkala tizza bo'g'imini bir vaqtda endoprotezda amaliyoti juda ham ko'plab bajariladi. Bizlarda shunaqa amaliyotni qo'llayapmiz. Ikkala tizza bo'g'imini bir vaqtda endoprotezlash operatsiyasini o'tkazamiz. Bemorimiz